Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Anchadan beri video qilaman deyman. Oxirgi marta bir Toshkentda video qo'ydim. Bugungi video Moskvadan. Bozor kuni 12-sana soat 10:41 da ishni boshlayapmiz. Xudo xolasa Yandex.Style liniyaga chiqdik. Qani bugungi ishni bir obzor qilib ko'raylikchi. 4 oy 5 oydan beri Moskvada ishlab yuribman, video qilaman deb mana vaqtim o'tib ketdi. Xo'p do'stlar, birinchi zakaz 1:39 1,7 kilometrdan aviaparkka sentrga yaqin joy deyiladi. Mana bismillah boshladik bo'lmasa. Xo'p do'stlar, bizda 1:39 lik zakazni yopamiz. 1390. Keyingi zakaz 1:43 bilan 7 minut 2,5 kilometr. Ozgina kamchiliklar bo'lsa, men bor uzr so'raymiz. Bu yerda ko'p turib bo'lmaydigan, kamera uraydigan joy. Hop, aytishdan chiqibdi. Mashinamiz ekonom klass Hyundai Solaris. Gapda ham adashib ketibdi. Xullas, ekonom klassda bitta start degan tarif yo'q. Papuchik bor. Papuchik ham kamdan kam tushadi, lekin tushib turadi. Ekonom mashinamiz Hyundai Solaris. O'zbekistonda Hyundai Accent deyishadimi? O'sha mashinadan. Ikkinchi zakazga qarab ketyapmiz. Xudo xolasa. İkinci zakaz 30 minut 31 minut başta 20 kilometr yapamız. 1100. Burada hali 3. zakaz düşken yok. Kutamiz. Hop, bizda 3. zakaz oldimdan tashlayapti. 1:41. Bizda 3. zakaz. Yarım saat 1284 rubl. İnternetten salmamma bo'lib qoldi. Keyingi sepchika tashladi 1:19 bilan. Ovora urdim, endi koeffitsient yo'q edi. Shu 1:19 ga ham shukur qilib ovordim. Qani boraylikchi. 4. zakazni oldik. 4. zakazimiz atmay qildi. Bizda dastavka 291 plus 291, ya'ni bonus o'rniga qo'shiladi. 4. zakazimiz dastavka bo'lib qoldi. Qani ketdik bo'lmasa. Bizda 4. zakaz dastavka edi. Bir soatcha kutdim deyman-da. Qancha vaqt o'tdi? Oxiri atmay qildi. SMS yozdim. 572 rubl. Bez komissiya o'tadi balansga. 5. zakazni kutamiz endi. 5. zakaz hisoblaymiz. Bizda yana 5. zakaz dastavka 515 rubl plus koeffitsient hisobiga yuradi. Yana shu joy ekan yonimdan. Ular menimcha o'ynaydimi, nimadir qilishadi shekilli. Boyagi lekin yaxshi joyga edi, Kunsuvaga. Bunisi Sholkovskiy shossi. Mayli, kutamiz buni ham. 5. zakaz ham atmay qildi. Hozir odam kelib qoldi.
Buni 6-chi zakaz hisoblaymiz. 1.44 koeffitsient bilan beryapti. Mana boramiz. 6 minutlik yo'l, 2,6 kilometr podacha. Ketdik. 25 minut 15 kilometr mana shunaqa edi. Sentrda qoq o'rtasiga olib keldi. 5 koeffitsient joyga zaverishni qilaylikchi. 979 so'm. Kutamiz keyingi zakaz. Hop, keyingi zakaz 5 koeffitsient. Mayli turgandan ko'ra boraylikchi. 6 minutlik yo'l, 1,9 kilometr podacha. Zakazni zaverish qilib qo'ydim. Shoshilib. 10 minutlik yo'l 332 rubl. Keyingi zakazni kutamiz endi. Liniyadan chiqib qo'ydim. Liniyaga qaytamiz. Tashlab eski koeffitsient zakazlaringni Yandex. Oldaydi odamni. Mana bu Moskva. Ana bezak. Buni o'tkazib olamiz. O passajirni o'zi atment qildi, yaxshi. Sizga Moskva. Hop. Bir koeffitsient bilan 3 kilometrlik joy, 3 minutlik yo'l. Boraylikchi qaytga ekan. 20 minut bir koeffitsiyentni yopdik. 663. Keyingi zakazni kutamiz. Yana bir narsani aytib qo'yay. Bu 600 qancha 1000 so'm, 1300 so'm bular hammasi toza menga o'tmaydi. 22% Yandexga, 3% Taksopark. Kuniga 370 rubldan naёмный водительman unga yechib qo'yadi. Oxirida ko'ramiz endi necha pul ishlaganimiz. Hozir 6 ta zakaz bajaribmiz. 5188. Kechgacha ko'ramiz endi. Necha pul bo'lar ekan. Domodedovaga. Dolga поездка. Nomaymiz. 137. Chunki bugun bozor obeddan keyin hamma dashniklar qaytadi Moskvaga qarab. Probka judayam kuchli bo'lishi mumkin. Yaxshi koeffitsient ichida turibman, lekin 5-10 minut bo'lib qoldi, hali zakaz tushgani yo'q. Kutamiz zakaz. 1 soatdan oshiq deganda dastavka tushyapti. Olamiz 230 bilan. Voy, odam zerikib ham ketdi. YouTube ko'raverib. Qayerga ekan bu? Yana sentrga ekan. Mayli. Yo'qdan ko'ra. Bizda dastavkani olib keldik. 40 minutdan ham oshiq. Yopamiz. Itogo taram 1077. Bu yerda faqat Taksopark o'zining komissiyasini olib qoladi dastavkada. Dastavkani olib kelib bergan odam Sheremetyevo aeroportga tashlab qo'yasanmi dedi. 1,5 rubl. Bez komissiya, bez nicho. Albatta. Boramiz aeroportga. Probka yo'q. Obrisga qarab. Xo'p, Sheremetyevoga olib kelib tashladik. Bez zakaz. Ya'ni Yandexsiz bez komissiya. To'g'ri chiqib qoladimi? Avratka Moskvaga qarab desam, hech kim yo'q shekilli, hamma taksi chaqiryapti. Aeroportda koeffitsient yo'q. Mashina ko'p deyapti. Qizil turibdi samolyotchi.
choyxonaga chiqsakmikan yoki Moskvaga qarab odam olsakmikan Yandeksdan. Bitta o'zini местный taksilari ham bor. To'xtab olay desam. Mana bu samolyotlar qizil turibdi-da. O'shalar ko'k bo'lishi kerak. O'chirtga kirishim uchun. Mayli kutamiz qani. Olar bironta. Hop, do'stlar. Aeroportdan chiqdik. Mashina yetarli deyapti. Choyxonaga kirib bir narsa yeb chiqdim baribir. Aeroportda hali mana bu samolyotchalar qizil turibdi-da. Ko'k bo'lishi kerak. Ko'k bo'lsa chaqiradi, bemalol kirib, o'chirtga turib aeroportdan zakaz olib chiqib ketsa bo'ladi. Endi kech bo'ldi, soat 6 dan o'tdi. Mo'y rayonni qo'yamiz. Mana bu oq liniya. Mo'y rayon emas, pashti bu Mo'y город. O'zim biladigan, adashmaydigan rayonlarni ko'rsatib qo'yganman. Endi faqat mana shu oq territoriyaning ichida yuramiz endi. Endi boyagidek qo'yib yorib yurishlar yo'q. Bergan zakazini tashib. Bunda qo'shimcha doplatasi bor. Ikkinchi adresni ham ko'rsatib turadi. Boramiz endi. Kechqurun 11 gacha, 12 gacha. Bugunlik oxirida bugungi ishlaganimizni keyin ko'ramizda. Ish sustirolmi deymanda, qayerga borsam koeffitsient o'chib qolyapti. Boshi yaxshi bo'ldi-yu, keyin o'zgarib ketdi. Mayli, Xudoni bergani. Ko'ramiz. 1.15 koeffitsient bilan Dolga poyezdkaga bormaymiz. Vaqt ko'p olib qo'yadi. 1.55 4 kilometr 7 minutdan keyin deyapti. Mayli. Taxmin qolmasa. Hop, 7 minutlik yo'l. 397 1.55. Har doimgidek zakaz zaverishni qilishimga koeffitsient ham tushib ketadi. Borgan joyimdan koeffitsient ham o'chib qoladi. Zakaz olgandan keyin ko'tariladi. Qalaydandir ko'tarilib ketdi-ku. Koeffitsient sal yaxshi bo'lib qoldi. Mayli, bergan tashib yuraveramiz endi. 1.59. Bu ham bir qadam. Qayerga borar ekan? 2 kilometr 7 minutlik yo'l. 6 minut pashti. 349 rubl. Keyingi zakaz kutamiz endi. 1.59. Yana bir qadam. Keyingi zakaz yapamiz. 511. Kutamiz. Keyingi zakaz oldimdan 188. Zavisht qildik 10 minut 555. 1.90 zakaz berib qoldi. Ulgurmadim snimat qilgani. 2,5 kilometr 8 minut yurar ekan. 8 minut 528. Ulgurmay qoldim. 1.20 nechi bilandir. Shu koeffitsient ichidan topib bergan zakazi. Sentrga Kazanskiy vokzal tomonga ekan. Basmanniy deydi. Ketdik. 30 minut 1203 rubl. 1.77 bir qadam. Bizda 7 minut vaqt ketdi. Olib kelgani 413 rubl.
Sepchika bilan keyingi zakaz tushgan. 1.31 koeffitsient. Zakazimiz 18 minut. 676. 1.88 3 minut podacha. Kech bo'lganiga odam charchab esdan ham chiqib ketdi, zavershit qilib 5 minut yurdik. 428 rubl. Keyingi zakaz 1.95 minut podacha. Hop, 4 minut, почти 5 minut. Yapamiz. 423. Заказ будет оплачен. Koeffitsient tushdi shekilli. 1.43. Поверните направо. Yoki yaqin bo'lgani uchunmi? Hop, bu ham 5 minut bo'ldi, 300 rubl. Yomon emas. Hop, keyingi zakaz 1.70 kommunarka. Через 200 метров держитесь правой трассы, а затем поверните направо. Necha minut? 50 minutlik ekan, 1.70 yaxshi narx bo'lishi kerak adashmasam. Va nihoyat oxirgi zakaz, shu bilan tugatamiz ishni. 54 minut, 50 minut edi. Почти 5 minut kechikib ketdik. 1987 rubl. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам Итог. оценку в приложении. Itogo 11938 bo'ladi, yomon emas. Hop, 12,5 soat. 12,5 soat deganda 11.938, 12.000 deylik. Ko'chada 1,5 minglik odam olganman. 13,5 ming. 13,5 ming bo'ladi o'zbek so'miga. 1.700.000 bo'ladi. 1,5 ming rubllik benzin quydim. 450 so'm. 5 so'm deylik. 2 minglik rasxod bo'ldi. 13,5 mingdan 2 ming olib tashlasak 11,5 ming. 1,5 mingda o'zbek so'miga 140 ga ko'paytirsak 1 million 400, 1,5 million. Yarim million o'zbek so'miga bozor kungi ish. Yomon emas, Allohga shukr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ertangi dushanba kuni ham birgalikda obzor qilamiz. Charchamaylar. Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Anchadan beri video qilaman deyman. Oxirgi marta bir shu Toshkentda video qo'ydim. Bugungi video Moskvadan. Bozor kuni 12-sana soat 10:41 da ishni boshlayapmiz. Xudo xolasa Yandex.dagi liniyaga chiqdik. Qani bugungi ishni bir obzor qilib ko'raylikchi. 4 oy 5 oydan beri Moskvada ishlab yuribman, video qilaman deb mana vaqtim o'tib ketdi. Hop do'stlar, bizda birinchi zakaz 1.39 1,7 kilometrdan Высадки находится у выхода Си, зона красного цвета. aviaparkka 20 минут бесплатно. sentrga yaqin joy deyiladi. Поверните направо, а затем Ana bismillah boshladik bo'lmasa. Hop do'stlar, bizda 1.39lik zakazni yopamiz. 1390. Keyingi zakaz 1.43 bilan 7 minut 2,5 kilometr. Ozgina kamchiliklar bo'lsa, men bor uzr so'raymiz.
yoqda ko'p turib bo'lmaydigan, kamera uraydigan joy. Hop, aytishdan chiqibdi. Mashinamiz ekonom klass, Hyundai Solaris. Gapda ham adashib ketibdi. Держитесь правый курс, а затем поверните. Xullas ekonom klassda bu yerda start degan tarif yo'q. Papuchik bor. Papuchik ham kamdan kam tushadi, lekin tushib turadi. Ekonom mashinamiz Hyundai Solaris. O'zbekistonda Hyundai Accent deyishadimi? O'sha mashinadan. Ikkinchi zakazga qarab ketyapmiz. Xudo xolasa. İkinci zakaz 30 minut 31 minut başta 20 kilometre yapamız. 1100. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Burada hali 3. zakaz düşken yok. Поставьте нам оценку. Kutamiz. Hop, bizde 3. zakaz. Oldumdan taşıyaptı. 1.41. Bizde 3. zakaz. Yarım saat Заказ будет 1284 rubl. Для улучшения качества обслуживания İnternetten salmam alıp kaldı. Keyingi sepçikka tashladı 1.19 bilan. 100 метров. Avara urdim endi, koeffitsiyenti yo'q edi. Поверните направо. Shu 1.19 ga ham shukur qilib oldim. Qani boraylikchi. 4. zakazni oldik. 4. zakazimiz atmay qildi. Bizda dastavka 291 plus 291 ya'ni bonus o'rniga qo'shiladi. 4. zakazimiz dastavka bo'lib qoldi. Ham ketdik bo'lmasam. Bizda 4. zakaz dastavka edi. Bir soatcha kutdim deyman-da. Qancha vaqt o'tdi? Oxiri atmay qildi. SMS yozdim. 572 rubl. Bez komissiya o'tadi balansga. 5. zakazni kutamiz endi. 5. zakaz hisoblaymiz. Bizda yana 5. zakaz dastavka 515 rubl plus koeffitsient hisobiga yuradi. Yana shu joy ekan yonimdan. Bular menimcha o'ynaydimi, nimadir qilishadi shekilli. Вы приехали. Boyagi lekin yaxshi joyga edi, Kunsuvaga. Bunisi Sholkovskiy shosсе. Mayli, kutamiz buni ham. 5. zakaz ham atmay qildi. Hozir odam kelib qoldi. Buni 6. zakaz hisoblaymiz. 1.44 koeffitsient bilan beryapti. Mayli, boramiz. 6 minutlik yo'l, 2,6 kilometr podacha. Ketdik. 25 minut 15 kilometr mana shunaqa edi. Sentrda qoq o'rtasiga olib keldi. Bez koeffitsient joyiga zaverishni qilaylikchi. 979 so'm. Спасибо за поездку. Kutamiz keyingi zakaz. Оплачен картой. Для Hop, keyingi zakaz bez koeffitsient. Mayli, turgandan ko'ra boraylikchi. 6 minutlik yo'l, 1,9 kilometr podacha. Zakazni zaverishni qilib qo'ydim. Shoshilib. 10 minutlik yo'l 332 rubl. Keyingi zakazni kutamiz endi. Liniyadan chiqib qo'ydim. Liniyaga qaytamiz ham. Tasha bez koeffitsient zakazlaringni Yandex. Oldaydi odamni. Mana bu Moskva. Ana bezak. Buni o'tkazib olamiz. Passajirni o'zi atmay qildi, yaxshi. Sizga Moskva.
koeffitsient bilan 3 kilometrlik joy, 3 minutlik yo'l. Boraylik chiqayotgan ekan. 20 minut bir koeffitsiyentni yopdik. 663. Keyingi zakazni kutamiz. Yana bir narsani aytib qo'yay. Bu 600 qancha, 1000 so'm, 1300 so'm bular hammasi toza menga o'tmaydi. 22% Yandex'ga, 3% Taksopark. Kuniga 370 rubldan naёмный водительman unga yechib qo'yadi. Oxirida ko'ramiz endi necha pul ishlaganimiz. Hozir 6 ta zakaz bajaribmiz. 5188. Kechgacha ko'ramiz endi. Necha pul bo'lar ekan. Domodedovaga. Dolga поездка. Заказ от Nomaymiz 137. Chunki bugun bozor obeddan keyin hamma dachniklar qaytadi Moskvaga qarab. Probka judayam kuchli bo'lishi mumkin. Yaxshi koeffitsient ichida turibman, lekin 5-10 minut bo'lib qoldi, hali zakaz tushgani yo'q. Kutamiz zakaz. 1 soatdan oshiq deganda dostavka tushyapti. Olamiz 230 bilan. Oy, odam zerikib ham ketdi. YouTube ko'raverib. а затем повернуть Qayerga ekan bu? Oh, yana sentrga ekan. Mayli. Yo'qdan ko'ra. Bizda dostavkani olib keldik. 40 minutdan ham oshiq. Yopamiz. Itogo taram 1077. Bu yerdan faqat Taksopark o'zining komissiyasini olib qoladi dostavkada. Dostavkani olib kelib bergan odam Sheremetyevo aeroportga tashlab qo'yasanmi dedi. 1,5 ming rubl. Bez komissiya, bez nechuk. Albatta. Boramiz aeroportga. Probka yo'q. Obrisga qarab. Xo'p, Sheremetyevoga olib kelib tashladik. Bez zakaz. Ya'ni Yandex'siz bez komissiya. Bunda chiqib qoladimi? Avratka Moskvaga qarab desam, hech kim yo'q shekilli, hamma taksi chaqiryapti. Aeroportda koeffitsient yo'q. Mashina ko'p deyapti. Qizil turibdi samolyotchi. Bir choyxonaga chiqsakmikan? Yoki Moskvaga qarab odam olsakmikan Yandex'dan. Bu yerda o'zini местный taksilari ham bor. To'xtab olay desam. Mana bu samolyotchilar qizil turibdi-da. O'shalar ko'k bo'lishi kerak. O'chirtga kirishim uchun.